Yo'q, ko'chadagi muammoyingiz mana alimentingiz borligi taqiq qo'yilgani muammo bo'lmaydi. Lekin siz bu yerda именно bu korxonada ishlayotgan bo'lsangiz, Hı hı. sizni lishniy o'zingizni ответственностingizga ta'sir qiladi bu narsa. Qanday ta'sir qiladi? Masalan, ishlayotgan joyingizda fokusingizni buzadi, Hımm. xato qilishingizga sabab bo'ladi, asabiylashishingizga sabab bo'ladi, muammo keltirib chiqaradi. Ishxona haqida ishxonadan qanday естественно qanaqadir holatda, yo'q holatda yordam kutasizda. Любой holatda. Chunki ishlayotgan joyingiz shuda. Hı hı. Hamma narsaning tartib-qoidasi bor-da, pul beriladigan joyi bor, o'zi sanasi bor, hamma narsaning o'z joyi bor. Hı hı. Ishxonada shu muammolaringiz ko'p bo'lib, siz emotsionalningiz buzadi-da, chunki u oilangizga kassatsiya qiladigan narsa, tinchligingizga bo'ladigan narsada. Естественно, keyin ishxonada qanaqadir nedostatka topishni boshlaysiz. Yomon ko'rinishni boshlaydi ishxona sizga. O'zi aslida ayb o'zingizda bo'ladi yoki bo'lmasam boshqa muammolaringizda bo'ladi. Men buni ogohlantirib oldin aytyapman. Ertaga sizda keyin ishxonaga nisbatan nimadir uyg'onadi. Bizda zo'r kollektiv bo'lishi kerak. Hı hı. Bir-birini tushunib, cho'tki ishlaydigan, yordam beradigan, fokusni ishga qaratib, pulni topaman deydigan odamlar bo'lishi shart. Shu bilan ish bo'ladi. Asosiy narsa mana shu.